Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga shoira va yozuvchi, yangi zamon ayollar o'zbek adabiyotining asoschilaridan biri Saida Zununovaning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Saida Zununova 1926-yili 15-fevralda Andijon shahrida xizmatchi oilasida dunyoga kelgan. O'rta maktabni bitirgach, Andijon pedagogika institutiga o'qishga kiradi. So'ngra O'rta Osiyo davlat universitetining filologiya fakultetiga o'qishga topshiradi. O'qishni tamomlab, Saida Zununova har xil vaqtlarda Gulxan oynomasi, O'zbekiston madaniyati gazetasi nashriyotida va O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida maslahatchi bo'lib ishlaydi. Saida Zununovaning ilk she'ri 1945-yil Andijon viloyati Paxta fronti gazetasida bosilgan. Shundan so'ng Gulbahor 1956, Yangi direktor 1957, Gulxan 1958, Olov 1962, Odamlar orasida 1964, Oydin ko'chalar 1965, Sen bilan zavqlanaman 1972, Direktor kabi qissa va hikoyalar to'plami chop etiladi. Saida Zununova nasriy mehnat va oila hayotida so'zlab, ulardagi bosh qahramon ayol timsolida gavdalanadi. Aziz kitobxonlar, Saida Zununova haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.